Mana bugungi kunda oldida katta bir imtihon o'tirgan million jamoasi bor. To'g'ri, ukam, siz qatori hamma ukalarimni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman men sizlarni. Bravo. Yapon Umid, Otabek, Anvar, Shahlo, sizlar tezroq sahnaga qaytib chiroyli konsert beringlar. Million yuz yorug' bo'lsin. Dizayn sizlarni har doim hurmat qiladi bolalar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Xudo xolisa go'dayligimizdan, tug'ilganimizdan o'sha paytdan niyat qilgan kunlarimizga yetdik. Xudoga hamd sanolar bo'lsin. Saudiya Arabistoniga ziyoratga mana Xudo xolisa hamma o'rtoqlar, yoshlik o'rtoqlar, yoshlar. Peygamber Resulullah aytganlar ki her bir farz ibadetten keyin eng bir chiroyli ibodat. Bu nima desa, odamlarni qalbiga shodlik solish, ho tabassum bilanmi, ho moddiyat bilanmi, xabar bilanmi, insonni qalblarini shodlantirish bir umr qilgan ibodatdan afzaldir degan Hazrat Rasululloh. Insonni Alloh taolo shu insonni dilini ko'rsatgan. Alloh taolo amin. Marhum mutafot Shod hojini mana bu nimada Facebooklarga qo'ygan ekansizlar, ko'rdim. Shunday yig'lab Allohga o'sha yerda munojot qilib, o'tganlarga Xudoning rahmatini tilab, o'z e'tiqodi bo'yicha, o'z ixlosi bo'yicha yaratgan Mavlosiga borib, arzi dodini qilib, kelib mana Allohning rahmatiga, jannatiga ko'chib o'tibdi, armoni yo'q ekan. Bu dunyoga kelish ketish hammamizda bor narsa. Alloh taolo bu og'amiz rahmat, abadiy manzillari jannatdir. Mana kecha bugun o'qildimi? Janoza kimiki o'qisa bir yo'l janoza gunohidan bo'lur albatta toza. Bu kelib mana hozir ko'ryapmiz, mana Farg'onadan keldik, mana bu joydan bu Shahrixon va butun dunyo keladi bu yerga. Men hayratda qoldim, kelayotgan odamlarda shunaqa Fotiha ko'p odam kelyapti. Nima uchun? Xizmatini o'tkazib qo'yganligi uchun, rozi qilib qo'ygani uchun odamlar muhabbat bilan har kim yashasa hayot 10 yil yashaydimi, 40 yil yashaydimi, 1000 yil yashaydimi, bir kunchalikka tatimaydi jon chiqayotgan vaqtida. Mana shunday xizmat qilib o'taylikki, hamma orqamizdan yig'lab otangga rahmat deb qolsin.